Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Politsiya eshigingizni taqillatmoqda yoki undan ham yomoni buzib kirishga urinmoqda. Bunday vaziyatda nima qilish kerakligini bilasizmi? Bu har bir fuqaroni, ayniqsa 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan barchani tashvishga soladigan va chuqur o'ylantiradigan jiddiy masala. Bugungi video hayotiy muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu har biringizni bevosita qiziqtiradi va himoya qiladi. Hozirdayoq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar hayotingizda qachondir asqotishi, ehtimol sizni jiddiy muammolardan qutqarishi mumkin. Muammoning asosi ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bir paytlar odamlar, huquq tartibot idoralari xodimlari faqatgina jiddiy asoslar mavjud bo'lganda va tegishli qonuniy tartiblarga rioya qilingan holda shaxsiy mulkka, xususan uyga kirish huquqiga ega deb hisoblashgan. Ko'pchilik politsiyaning harakatlari doimo qonun doirasida bo'ladi va ular shunchaki sababsiz hech kimning eshigini buzmaydi deb o'ylashardi. Ya'ni agar siz jinoyat sodir etmagan bo'lsangiz yoki hech qanday jinoiy faoliyatga aloqador bo'lmasangiz, uyingizga kirish uchun hech qanday asos bo'lmaydi degan keng tarqalgan tushuncha mavjud edi. Bu tushuncha umuman olganda to'g'ri edi va hozir ham to'g'ri, ammo keyingi yillarda turli sabablarga ko'ra, jumladan jinoiy faoliyatga qarshi kurash choralari kuchaytirilishi, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va shuningdek huquqiy savodxonlik darajasining o'sishi bilan vaziyat biroz o'zgargandek tuyuladi. Bugungi kunda aholi orasida politsiya ba'zan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishi yoki fuqarolarning huquqlarini cheklovchi harakatlarni amalga oshirishi mumkin degan xavotir kuchayib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda va yangiliklarda shunday holatlar haqida ma'lumotlar tez-tez uchrab turadi. Bu esa jamiyatda noaniqlik va xavotir uyg'otadi. Ba'zan politsiya xodimlari go'yoki oddiy tekshiruv bahonasida yoki ma'muriy huquq buzarlikni aniqlash maqsadida fuqarolarning uyiga kirishga urinishlari mumkin. Bu esa fuqarolarda o'z mulkining daxlsizligi va shaxsiy hayotining maxfiyligi qonun bilan qanday himoyalanganligi haqida savollar tug'diradi. Muhimi shundaki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra shaxsiy uy-joy daxlsizdir. Unga sud qarorisiz yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarsiz kirishga yo'l qo'yilmaydi. Lekin bu qonunda nazarda tutilgan boshqa hollar aynan qanday holatlar ekanligini bilish har birimiz uchun juda muhim. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotirga tushishi va kim tushmasligi kerak. Avvalo, siz o'z huquqlaringizni juda yaxshi bilishingiz kerak. Politsiya xodimlari sizning uyingizga kirish huquqiga ega bo'lishlari uchun qoida tariqasida sud qarori, ya'ni order, sanksiya bo'lishi shart. Bu orderda aniq qilib kimga, qaysi manzilga, qanday maqsad bilan kirishga ruxsat berilgani ko'rsatilgan bo'ladi. Ushbu hujjatsiz ular sizning roziligingizsiz uyga kirishga haqli emaslar. Ammo bu qoidaning bir nechta muhim istisnolari mavjud bo'lib, ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Istisnolar: 1. Jinoyat sodir etilayotganda yoki sodir etilgan jinoyat izlari mavjud bo'lganda. Masalan, sizning uyingizdan yordam so'rab qichqiriq eshitilsa yoki jinoyat izlari, qon, buzilgan buyumlar ko'rinib tursa. 2. Hayotga yoki sog'liqqa bevosita xavf tug'ilganda. Aytaylik, sizning uyingizda yong'in chiqishi xavfi borligi haqida ma'lumot kelib tushsa yoki kimdir ichkarida jiddiy jarohat olganligi haqida shubha tug'ilsa. 3. Jinoyat sodir etgan shaxsni ta'qib qilishda. Agar politsiya jinoiy harakatda gumonlanayotgan shaxsni to'g'ridan-to'g'ri ta'qib qilib, u sizning uyingizga kirib yashirinishga ursa, ular orqasidan kirishlari mumkin. 4. Favqulodda vaziyatlar, yong'in, tabiiy ofatlar, texnogen avariyalar. Bunda nafaqat politsiya, balki favqulodda vaziyatlar xizmati ham fuqarolarning hayotini saqlash uchun kirish huquqiga ega. Kim xavotirga tushishi kerak? Agar sizga nisbatan biron bir jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa, siz jinoiy faoliyatda gumonlanayotgan bo'lsangiz yoki sizning uyingizda qidiruvda bo'lgan shaxs yashirinyapti deb taxmin qilinsa, politsiya sizning uyingizga kirish uchun qonuniy asosga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, ma'muriy huquq buzarliklar, masalan, qo'shnilar tinchligini buzish, jamoat tartibini buzish kabi bilan bog'liq vaziyatlarda agar huquq buzarlik uy ichida sodir bo'layotgan bo'lsa va uni to'xtatish uchun boshqa yo'l bo'lmasa, politsiya vaziyatga aralashishi mumkin. Ammo bunday holatlarda ham eshikni buzishdan avval odatda ogohlantirishlar va boshqa choralar ko'riladi. Real hayotiy misollar: bir misol, Ahmad aka, 25 yosh, u iqtisodiy jinoyatlarda, xususan yirik miqdordagi soliq to'lovlarini ataylab to'lamaslikda gumonlanmoqda.
Bir kuni ertalab uning uyiga 5 nafar politsiya xodimi kelib, tezkor tekshiruv o'tkazishni talab qildi. Ahmad aka eshikni ochishdan bosh tortdi va ulardan sud qarorini ko'rsatishni so'radi. Politsiya xodimlari dastlab unga psixologik bosim o'tkazishga urindilar. Biz baribir kiramiz. Qanchalik kechiktirsangiz, sizga shuncha yomon bo'ladi, deb aytishdi. Biroq Ahmad aka o'z huquqlarini yaxshi bilgani uchun qat'iy turib oldi. U advokatiga qo'ng'iroq qildi va politsiya xodimlariga sud qarorisiz eshikni ochmasligini aytdi. Yarim soat o'tgach, politsiya xodimlari sud qarorisiz uydan ketishga majbur bo'ldilar. Ertasi kuni ular haqiqiy sud qarori bilan qaytib kelishdi. Bu holatda Ahmad akaning qonuniy huquqlarini bilishi uni noqonuniy bosimdan himoya qildi. Agar u darhol eshikni ochganda, ehtimol noqonuniy tintuv o'tkazilgan va dalillar qonunga xilof ravishda qo'lga kiritilgan bo'lishi mumkin edi. Ikki misol. Zaynab opa 28 yosh. Uning uyida tunda baland ovozda musiqa qo'yib, do'stlari bilan yig'ilish o'tkazayotgan edi. Qo'shnilar bir necha bor ogohlantirganiga qaramay, shovqin davom etdi va oxir-oqibat qo'shnilar politsiyaga murojaat qilishdi. Politsiya xodimlari kelib, eshikni taqillatishdi va shovqinni to'xtatish talabi bilan ichkariga kirmoqchi bo'lishdi. Zaynab opa eshikni ochmadi, chunki bu ma'muriy huquqbuzarlik bo'lsa-da, ularning uyga kirishi uchun sud qarori talab qilinishini bilardi. Politsiya xodimlari eshik tashqarisidan ogohlantirish berishdi va Zaynab opaga ma'muriy bayonnoma tuzishlarini aytishdi. Ular uyga majburlab kirishmadi. Chunki bu holatda bevosita hayotga xavf yoki jinoyat sodir etilayotganligi haqida asos yo'q edi. Natijada Zaynab opaga jarima solindi, ammo uning uyiga noqonuniy kirishga yo'l qo'yilmadi. Bu shuni ko'rsatadiki, hatto ma'muriy huquqbuzarliklar bilan bog'liq bo'lsa ham, politsiyaning harakatlari qat'iy qonun doirasida bo'lishi kerak. 3 misol. Davron aka 33 yosh. U jiddiy jinoyat sodir etganlikda gumonlanib, politsiya tomonidan ta'qib qilinayotgan edi. U o'zining kvartirasiga qochib kirdi va eshikni ichkaridan qulflab oldi. Politsiya xodimlari uning orqasidan g'uyib kelishgan va jinoyatchining qochib ketishi yoki dalillarni yo'q qilishi mumkinligini inobatga olgan holda favqulodda vaziyat tufayli sud qarorisiz eshikni buzib kirishga majbur bo'lishdi. Bu holat jinoyat sodir etgan shaxsni ta'qib qilish istisnosiga kiradi. Politsiyaning harakatlari qonuniy edi. Chunki bevosita jinoyatning oldini olish va gumonlanuvchini ushlash zarurati mavjud edi. Bu misol politsiyaning qachon sud qarorisiz kirishga haqli ekanligini yaqqol ko'rsatadi. Kim xavotirga tushmasligi kerak, lekin huquqlarini bilishi shart. Qonunga itoatkor. Hech qanday jinoiy faoliyatga aloqasi bo'lmagan fuqarolar odatda bunday vaziyatlarga tushishmaydi. Biroq hatto ular ham o'z huquqlarini bilishlari kerak. Chunki xatolar yoki tushunmovchiliklar yuz berishi mumkin. Masalan, ismingiz o'xshash bo'lgan boshqa shaxs qidirilayotgan bo'lsa yoki sizning manzilingiz tasodifan noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, shunday vaziyatga tushib qolishingiz mumkin. Bu holatlarda ham o'z huquqlaringizni bilish sizni himoya qiladi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar qoidadan istisnolar va huquqiy noaniqliklar sizni adashtirishi mumkin. Shuning uchun ularni aniq tushunib olish muhimdir. Sud qarorisiz uyga kirishga ruxsat beruvchi istisnolar. 1. Jinoyat sodir etilayotganda yoki sodir etilgan jinoyat izlari mavjud bo'lganda, bu holatda politsiya favqulodda vaziyat deb hisoblashi mumkin. Masalan, uyingizdan o'q ovozlari eshitilishi, qurbonning yordam so'rab baqirishi yoki uy ichidan giyohvand moddalarni tarqatish kabi ochiq-oydin jinoyat belgilari mavjud bo'lsa, ular zudlik bilan aralashishga majbur. Hayotga yoki sog'liqqa bevosita xavf tug'ilganida, bu nafaqat jinoiy xavfni, balki texnogen xavfni ham o'z ichiga oladi. Misol uchun, uyingizdan kuchli gaz hidi kelsa va favqulodda vaziyatlar xizmat xodimlari bilan politsiya birga kelgan bo'lsa, yoki uyingizda jiddiy kasallikka chalingan shaxsning ahvoli birdan og'irlashib, tez tibbiy yordam eshikni ochishga muvaffaq bo'lmasa, politsiya yordam berishi mumkin. O't gumondorni ta'qib qilishda. Agar politsiya sizning uyingizga kirishdan oldin jinoyat sodir etgan shaxsni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib kelgan bo'lsa va u sizning uyingizga kirib yashirinishga ursa, ular orqasidan kirishga haqli. 4. Favqulodda vaziyatlar, yong'in, tabiiy ofatlar, texnogen avariyalar. Bu yerda asosiy maqsad insonlar hayotini saqlash va mulkni himoya qilishdir. Politsiya ko'pincha bu vaziyatlarda favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bilan birga harakat qiladi. 5. Rozilik. Bu eng murakkab istisno. Agar siz o'z xohishingiz bilan politsiyaning uyga kirishiga ruxsat bersangiz, ular sud qarorisiz kirishlari mumkin.
lekin bu rozilik ixtiyoriy va to'liq ma'lumot asosida berilgan bo'lishi kerak. Politsiya tomonidan qo'llanilgan har qanday bosim, tahdid yoki manipulyatsiya rozilikni noqonuniy deb hisoblashga asos bo'ladi. Masalan, ular shunchaki suhbatlashib chiqamiz deb aldab kirmoqchi bo'lishsa, bu haqiqiy rozilik hisoblanmaydi. Doimo e'tibor bering, agar siz shubhalansangiz, rozilik bermang. Tuzoqlar va noaniq nüanslar bilan og'zaki bosimga qo'rqitish. Politsiya xodimlari eshikni ochishga majburlash uchun agressiv ohangda gapirishi, agar ochmasangiz sizga yomon bo'ladi, biz baribir kiramiz, faqat keyin sizga ko'proq muammo bo'ladi kabi tahdidli jumlalarni ishlatishi mumkin. Bunday hollarda vazminlikni saqlang va qonuniy asoslarsiz eshikni ochishdan bosh torting. 2. Faqat bir zumga qarab qo'yamiz. Bu keng tarqalgan taktika. Politsiya xodimlari faqat bir zumga kirib, vaziyatni ko'rib chiqamiz yoki hech narsa yo'qligiga ishonch hosil qilishimiz kerak deb aytishi mumkin. Bu holda ham sud qarorisiz yoki yuqorida sanab o'tilgan favqulodda istisnolardan birortasi mavjud bo'lmasa, ularga ruxsat bermang. Agar siz bir marta kiritgan bo'lsangiz, ular keyinchalik o'z xohishi bilan ruxsat berdi deb da'vo qilishlari mumkin. O'tib soxta yoki muddati o'tgan sud qarorlari. Ba'zan politsiya xodimlari sizga eski muddat o'tgan yoki boshqa manzilga berilgan sud qarorini ko'rsatishi mumkin. Doimo orderdagi ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Sana manzilingiz, sizning ism sharifingiz, sudya imzosi va sud muhri joyida ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir shubha tug'ilsa, advokatingizdan yoki ishonchli yuridik mutaxassisdan maslahat oling. 4. Identifikatsiya hujjatlarini so'ramaslik. Bu juda muhim. Har doim politsiya xodimlarining xizmat guvohnomalarini talab qiling. Ularni eshikning teshigidan yoki oynadan ko'rsatishini so'rang. Ismlarini, lavozimlarini, bo'linma nomini va xizmat guvohnomasi raqamini yozib oling. Agar ular guvohnomalarini ko'rsatishdan bosh tortsalar, ular xodim ekanligiga shubha qilishga asos bor. 5. Yolg'iz bo'lish. Imkon qadar agar uyda yolg'iz bo'lsangiz, darhol advokatga, oila a'zosiga yoki ishonchli do'stingizga qo'ng'iroq qiling. Ular guvoh bo'lishlari yoki sizga yuridik yordam ko'rsatishlari mumkin. 6. Favqulodda vaziyatni bahona qilish. Politsiya xodimlari o'zlarining harakatlarini oqlash uchun mavjud bo'lmagan favqulodda vaziyatni da'vo qilishlari mumkin. Ulardan aniq qaysi qonun moddasiga asosan va qanday faktlarga asoslanib bu vaziyat favqulodda deb baholanayotganini so'rang. Ular aniq javob bera olmasalar, vaziyatdan shubhalanishga asos bor. 7. Videoga olish huquqi. Siz politsiya xodimlarining o'z vakolatlarini amalga oshirayotganini videoga yoki audioga yozib olish huquqiga egasiz. Agar bu ularning ishiga to'sqinlik qilmasa, bu o'zingizni himoya qilishning eng samarali usullaridan biridir. Biroq xushyor bo'ling. Ular telefoningizni tortib olishga urinishlari yoki sizni ishga to'sqinlik qilishda ayblashlari mumkin. Shuning uchun imkon bo'lsa, yashirincha yozib oling yoki yozib olayotganingizni ochiq ayting va telefonga tegmashliklarini so'rang. 8. Xolis guvohlar, xo'g'lik kishilar. Har qanday tintuv yoki shunga o'xshash protsessual harakatlar doimo xolis guvohlar ishtirokida o'tkazilishi shart. Agar ular xolis guvohlarsiz kirishga harakat qilsalar, bu protsessual qonunbuzarlik hisoblanadi va kelajakda dalillarning yuridik kuchini shubha ostiga qo'yadi. 9. Noprotsessual harakatlar. Politsiya xodimlari tintuv o'tkazishda yoki uyga kirishda qat'iy belgilangan protsessual qoidalarga rioya qilishlari shart. Masalan, tintuvdan oldin qaror o'qib eshittirilishi, xolis guvohlar taklif etilishi, tintuv bayonnomasi tuzilishi shart. Har qanday qoida buzilishi, masalan, yozuvsiz buyumlarni olib chiqishga urinish, sizning huquqlaringiz buzilganligini ko'rsatadi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Yuqoridagi ma'lumotlar bilan qurollangan holda siz endi bunday vaziyatda qanday harakat qilishni bilishingiz kerak. Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Eshikni darhol ochmang. Bu birinchi va eng muhim qoida. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, eshikni ochishdan oldin vaziyatni tushunib oling. Eshikni ochsangiz, ularning kirishiga ruxsat bergan bo'lishingiz mumkin. Bu esa keyinchalik huquqiy bahsda sizning holatingizni zaiflashtiradi. 2. Kim bu? Nima kerak deb so'rang. Eshik o'rtadan aniq va baland ovozda so'rang. O'zingizni tanishtiring. Masalan, assalomu alaykum, men ushbu uy egasiman. Kim u? Nima xohlayapsiz? Ularning javobini diqqat bilan tinglang. 3. Xizmat guvohnomasini va harakat sababini so'rang. Politsiya xodimlaridan o'z xizmat guvohnomalarini eshik teshigidan yoki derazadan ko'rsatishlarini talab qiling. Ularning ism sharifini, lavozimini, bo'linma nomini
va guvohnoma raqamini yozib oling. Sababini aniq aytishlarini so'rang. Nima sababdan keldingiz? Menga qarshi biron bir ish qo'zg'atilganmi yoki kimdirga qarshimi? Qanday hujjatga asoslanib keldingiz? 4. Sud qarori, sanksiya yoki prokurorning qarorini talab qiling. Agar ular sizning uyingizga kirmoqchi bo'lsalar, sud qarori yoki prokurorning qarorini ko'rsatishlarini talab qiling. Ushbu hujjatni eshik-teshigidan yoki oynadan sinchkovlik bilan o'qing. O'rtada manzilingiz, sizning ism sharma-sharfingiz va sudning muhri aniq ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Qarorni suratga olishga harakat qiling. Agar ular favqulodda vaziyat deb da'vo qilsalar, ulardan qaysi qonun moddasiga asosan va qanday aniq faktlarga tayanib bu vaziyatni favqulodda deb baholayotganlarini so'rang. 5. Zudlik bilan advokatga qo'ng'iroq qiling. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Telefon orqali advokatingizga vaziyatni tushuntiring. Politsiyaga advokatingiz kelguncha hech qanday harakat qilmasligingizni ayting. Advokatning kelishini kutishga haqqingiz bor. Agar advokatingiz yo'q bo'lsa, ishonchli yuridik maslahatchi topishga harakat qiling. 6. Agar ular qonuniy asoslarsiz majburlab kirishga ursa, agar politsiya xodimlari sud qarorisiz yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa istisnolar mavjud bo'lmasa, eshikni majburlab buzib kirishga urinsa, ularning harakatlari noqonuniy ekanligini baland ovozda ayting. Vaziyatni videoga yoki audioga yozib oling. Fizik jihatdan qarshilik ko'rsatmang. Chunki bu politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatish ayblovga olib kelishi mumkin. Ularga men sizning harakatlaringizga norozilik bildiraman va ularni noqonuniy deb hisoblayman. Men bu harakatlaringiz bo'yicha yuqori turuvchi organlarga va sudga shikoyat qilaman deb ayting. 7. Hodisadan keyin hamma narsani hujjatlashtiring. Agar ular baribir kirishga muvaffaq bo'lishsa, hodisa sodir bo'lgan vaqtni, sanani, kelgan politsiya xodimlarining ma'lumotlarini agar olgan bo'lsangiz, nimalar sodir bo'lganini, nimalar aytilganini, nimalar olib ketilganini. Agar biron narsa olib ketilgan bo'lsa, batafsil yozib oling. Eshikka yetkazilgan har qanday zarargar bo'lsa, suratga oling yoki videoga oling. Agar tintuv o'tkazilgan bo'lsa, tintuv bayonnomasi tuzilishi shart. Bayonnomani diqqat bilan o'qing va noto'g'ri ma'lumotlar bo'lsa, ularni ko'rsating. Faqatgina o'zingiz to'g'ri deb bilgan narsalarni imzolang. Yoki imzolashdan oldin bayonnoma mazmuni bilan qisman tanishdim, ammo ba'zi ma'lumotlarga qo'shilmayman deya qo'shimcha yozib qo'ying. 2. Shikoyat qiling. Agar sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, darhol tegishli organlarga shikoyat qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Prokuratura barcha darajadagi. Ichki ishlar vazirligining o'z xavfsizligi boshqarmasi yoki bevosita sudga qanday hujjatlar kerak? Sizning bayonotingiz hodisani batafsil bayon etgan holda, agar bo'lsa, olingan hujjatlarning nusxalari, foto va video materiallar, guvohlarning ko'rsatmalari agar mavjud bo'lsa, nima yozish kerak? Voqealar rivojini xronologik tartibda, aniq sanalar va vaqtlar bilan bayon qiling. Buzilgan qonun moddalarini ko'rsating. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 moddasi uy-joy daxlsizligi. Xodimlarning harakatlariga huquqiy baho berishni va ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rishni so'rang. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish qobiliyati bugungi kunda har bir fuqaro uchun zarurdir. Politsiya eshigingizni taqillatganda yoki undan ham yomoni buzib kirishga ursa, vahimaga tushmang. Vazminlikni saqlang. O'z huquqlaringizni bilgan holda harakat qiling va har doim yuridik yordam olishga intiling. Bu ma'lumotlar nafaqat sizni, balki oilangizni ham himoya qilishi mumkin. O'z huquqlaringizni himoya qilish uchun hozirdayoq ushbu videoni saqlab qo'ying, do'stlaringizga ulashing. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizningcha politsiya bilan bunday vaziyatlarda eng muhimi nima? Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha